Men Qurbanning o'rinlashtirishida karomat bir tamoshani ko'rdiganligimga ishondim. Yaqub hayajonda men qalandar shoyiman degan naqshiga g'ingshig'ach o'ynaqishib ketdi. Qurban ularga qarab, "Ikkinglar Mahadkamning uyiga oldi kayni bo'lib kiringlar-da, tilangan narsani udulmushaga akilinglar. Biz baholab kimning akelgan narsasi jiq bo'lsa, shu sharaf bilan malining xos divonligiga erishsin" dedi. Mahadkamning uyiga borsizlar degan gapni anglab, men tomoshaning odatdagidek qizib qolmaydiganligiga yana bir qatim ishondim. Mahad degini mushu mahaldagi mijozi nayt tushpir bo'ytaq bo'lib, shu chaqlardala 5-6 xotinni 1-2 qatimdan elib bo'lgan edi. Uning yangidan xotin olganligini mahaldagilar bilib bo'lguncha u dumbalab yo'lga selib bo'latdi. Xotinsiz osh-to'q qilib oshqozni yeringdab ketganmi, bog'lishib o'birniga kirsang, u yo shu yerda bo'latdi, yo sen chiqib bo'lg'ich kelatdi. Uning cho'payligidan divonlarmi xabardor bo'lsa kerak, nemishqib boshqasinikiga kirmay, uninkiga kirimiz deyishgan bo'ldi. Mahadkamning xotini yo'q, dedi Qurban ularga tushundirib. Boshqa uyda bir kun yetgidek non bo'lsa, uning uyda bir oy yetgidek non uzilmaydi. Boshqa uyga qaraganda jiqroq non elib chiqa olishinglarda gap yo'q. Uning ustiga sizlar oldi-kayni bo'lib kirsanglar, ko'zi kichik xotinlar chalvoqlab qo'llab chiqarishi mumkin. Divonlar bu tushuntirishga qoyil bo'lgandek ortiq bir narsa demidi. Nemili bo'lmasin, Obliz divoni uchun bu usul o'ynab baslashgandim. O'shir divoni uchun mushtishib tayoq yegandan yaxshi edi. Yaqub ikkimiz avval Obliz divonini boshlab mangdiq. Baya u mushtishga unigan bo'lsa, dedi Yaqub uningga qarab kaynichilab mang'ach. Bu kemgichi uni mengib emas, yetib turib tilamchilik qildigan qilib qo'yatdingiz. Elimi uningga uftirib qo'ymaymiz. Biz sizni divonlarning podshoyi deb tunishtiramiz. Xushaq-xushaq narsalarni bersa, avar bo'lib elib yurmang. To'g'ri, dedim men uning lo'ngildab menishiga yetishishga tirishib. Yamini kelsa, gezirib turavermay bilingizdagi arg'amchini yeshingda uning bo'ynidan bo'g'ing. U achchiq yomandek ko'ringan bilan bir to'qi yurak nima? Qalandar gaplarimizni anglamagandek hech qanday javobsizlik ketyotdi. Mushincha wala cho'ng mahallining xos divonchiligi ashu dapchidek kelganda divonlarning qo'liga tushib ketsa, men atdigandan yoqi mashq qilgan ma'u qulimga rozi bo'lmayman, dedi Yaqub, ya'ni yengini turib. U uyda bormidi, dedi Qalandar eransizla. Xotirjam bo'ling, dedim men. Bo'lmasmi men tepkiliman. Ammo men sizga yana bir qatim deb qo'yay. Tuzukrak narsa ola olmasangiz, bu mahaldagi eng oxirgi qatimliq bir narsa tilishingiz bo'lib qoladi. Biz uyning oldiga kelib eshikni xeli qoqqan bo'lsaqmi, hech qanday sado bo'lmadi. Eshikning qulib selinmag'iniga qaraganda u yana o'birniga ketganda qilatdi. Sizlar mush yerda turib turinglar. Men uni hozirla yugurtgan peti bu yerga to'lab kelaman. Men borsam, u haqiqatan shu yerda injiqlab o'ltirgan ekan. Mahadka, bir odam sizni izlab kelibdi, dedim uningga jiddiy ovozda. Kim o? Dedi u xo'shaqmagandek. Harbiychi juv kiyib olgan birisi, qo'lida bir kaltak turdi, chiroyi to'limi surlik. Kaltak turdi? Nima qildi ekan kaltakni? Men bilmadim. Texi yana bir arg'amchisi bor ekan. Arg'amcha? Dedi u hayronlik bilan. Arg'amchida meni bog'lamdi ekan. Saqchimi ekan ya? Bilmadim. Ishqilib harbiychi juvisi bilan harbiy quloqchisi bor ekan. Mashina bilan kelibdimi, moto bilanmi? Mashinasini boshqa yerga qo'yib kelgan o'xshaydi. Men o'zini ko'rdim. U chalipul qoputla men agishib mandi. Burun urib dumbalagan xotinlarning shikoyatlari uchun borgan zaman birisi qo'llarini og'amchida bog'lab, kaltak bilan haydab elib ketgandek chiroyini qayg'u alam urib olgan edi. Mahad eshikning oldida turgan divonini ko'rdi-da, ko'zlariga ishonmagan holda, "Qani meni izlab kelgan haliqi odam?" deb so'radi. "Mo'shi shu", dedim men uningga. "Avu juusi harbiychi turmamdi. Qo'lidagi avu tayoqqa qarang. Arg'amchisini endi beliga chigibapti. Hey, bir divoni kepti desang bo'lmamdi", dedi u menga achchiqlab. "Divonini bilmamsan sen. Tog'dak bo'yinga loyiq boshqa ish qilsang bo'lmamdi sen mava adash", dedi andin divoniga olib. "Bu odam asli mushlash ekan", dedi Yaqub yanimizga kelib. "Mushlashib janbaqay desa odam chiqmag'achqa oxiri divonchilik qilibdi. Og'zingni jumava", dedi u Yaqubga vaqirab. "Sen go'ylarni to'lab keldisi ketavermay, boshqa uyga kirgach tur desang bo'lmamdi. Baya bizmi shundoq degan", dedi Yaqub o'ziga uval bo'lgandek. Lekin u odatdagi odamlarnikiga kirmayman deb turib oldi. "Kimninkiga kirdikan?" dedi Mahad yana vaqirab. "Kim nochi bo'lsa shuning bilan mushlashib, yengib olsa andin bir narsa tilaydi ekan. Bu mahallada kim eng nochi desa, biz sizni debdimiz. Shunga musharga kelib ketmay turib oldi. Mushlashib divonchilik qilamdi ekan? Hey, mushlashib divonchilik qilamsa?" dedi Mahad divoniga o'rpiyib. "Yo'qsu, xushaq bolalar davirdi." Divona kayniga bir qadam dojib, raishlik bilan javob berdi. "Baya mushlashib divonchilikni talshiman dedingiz-ku. Shundoq dedi-ku", dedi Yaqub menga qarab. "Shundoq dedi", dedim menmi. "Hey, men bilan mushlashqing bormidi?" dedi Mahad uning oldiga kelib. "Yo'qsu, mushlashibmi ishmi?" dedi divona yana yerga qarab.
Mahat uning mushundaq deyishini kutgandek qopig'ini ochmasdan uyga kirib ketdi-da, olqanchilik non achiqib berdi. Va "Endi bu yerga yana kelsang, non emas, mushni sadiqa olsan" dedi. Biz birlikda Qurbonning yeniga mangdiq. "Siz yomon bo'shan odam ekansiz", dedim men ketib etib. "Urishiman desam ma'qul desangiz bo'ladi. Yilimi biz sizni mushlashchi demagan bo'lsak", dedi Yaqubmi. "Siz bunchalik nonni ola olmagan bo'lardingiz. Qurbonning nima ep keldinglar degan savoliga Yaqub nonni elib ustalga qo'ydi-da, oppoq bug'doyning olqanchilik ninni elib zafar bilan qaytdiq dedi. Amdi Yaqub ishkimiz o'shir divonini boshlab mangdiq. "Bayamqisi bakmi bo'shan odam ekan", dedim men uningga anglatib. Shuncha gap ugatsakmi, gezirib turishdan boshqani bilmadi. Yaqubmi meni qo'llagandek so'z qatdi. "Siz tuzukrak narsa bermasa, tepingizni to'xtatmay chelaveringda, ketmay turib eling. Mahat baya huduqib, ishni to'liq tugatmayli kelganmi, biz borgacha u yana davomlashtirish uchun Oberniga ketib bo'lgan ekan. Men keyindan yugurib berib, u dal ichiga kirishga tamshilayotganda yiroqdan to'g'ladim. "Nima?" dedi u ajoyib bir ohangda, keyiniga qarab mening kelishimni saqlagach. "Heliqi divona siz bilan mushlishidiganga ma'qul bo'ldi." "Mushlishidiganga ma'qul bo'ldi? Kim bilan?" "Siz bilan. Siz baya uningga mushlishamsan dedingiz-ku. U endi mushlishiman deydi. Hozir o'ylangizda uni buni tutib aylanib yuriydi. Baya u birisining o'zini tutib ketishidan ansirgan bo'lsa, endi uydan bir narsalarning yutib ketishidan ansirgandek uyga yugurdi. Ketayotgach, o'ziga jang e'lon qilgan divoni bilan bir qapaz elishishni planlab, qo'liga o'tindan birini elib olishni unutmadi. Eshikning oldida turgan divona bizni ko'rib, dabni tarangishib, tushangini bo'lmaydigan bir g'azalni boshlab edi. Mahat hangvaqanicha, "Bu bayamqisi emas-ku" deginicha ketib qoldi. "Bu odam kelishi bilanla", dedi Yaqub oldimizga yugurib kelib. "Bayamqi divoni gap qilmayli qechib ketdi. Heliqi mushlashchi divonini qo'rqitib qochirib etdimi?" dedim menmi uningga moslashib hayron qolgandek. "Bu uningdimi bak mushlashchi o'xshamamdi? Bayamqisi asli yolg'on divon ekan", dedi Yaqub. "Mavo rost divonini ko'rib qechib ketibdi. Bu odam baya o'zi shundoq dedi. Biz baya soxta divoniga non beribdik-da", dedim men afsuslangandek. "U demisimi tilashnimi tuzuk bilmaydi. Mavo ishkisi nima deydigandi?" dedi Mahat bayamqi gaplarimizni xo'sh yiqib anglab bo'lgandan keyin. Andin g'azal to'g'layotgan divonining oldiga berib vaqirdi. "Juma va adash og'zingni, nima deysan, nima?" Anqcha Yaqubmi uning oldiga kelib, "Siz zada rost divonimi yoki bayamqidek yolg'onmi? Rost bo'lsangiz, rostligingizni isbotlang", dedi. O'shir divona xuddi o'zining rost divoni ekanligini isbotlamoqchi bo'lgandek, heliqidek tushangini bo'lmaydigan tilas so'zlarini pilmotdek digini turib edi. Mahat og'zini jum da'vataman deb uni to'xtatib oldi. "Qaraganda sizmi yolg'on divoni o'xshaysiz", dedim men arg'a tushib. "Haqiqatan rost bo'lsangiz, baya deganlaringizni qayta dona-dona deb beqing." "Nimani deb baqidi, nimani?" dedim Mahat texmi jili bo'lib. "Men ishkinga buning rost yolg'onligini ayirib ber dedimmi? Bu rost divoni bo'lamdi, yolg'on divoni bo'lamdi. Mening nima korim?" Demisimi tarixda qistab aran turganda uning divonining tilas so'zlarini qayta dona-dona anglashga chidiguchilik qolmagan edi. "Buningdan keyin mavo eshikning oldida", dedi u Yaqub ishkimizga qo'lini tanglab. "Xurjin ko'tirgan odamni ko'rishsang, rost yolg'onni ayirib o'ltirmay tash etib qo'g'lash. Seni yana misharda ko'rib qolsam", dedi andin divoniga burilib. "O'zingning emas, tishingning rost yolg'onligini biroqla ayirayman." U uyga kirib ketib, bir siqim qoqni elib chiqdi-da, divoniga qo'pollik bilan berdi. Bu qatim ishikka qulub salgan holda yana bayotin kelgan yerga qarab mangdi. "May bog'lab pishgan shaptulning qoqlari keldi", dedi Yaqub Qurbonning yeniga kelib. Lekin olqanchilik non bilan bir siqim qoqning qaysisining ustun turdiganligini hech kim isbotlab bera olmadi. Qurbon ularga qarab ilojsiz qiyofatda, "Endi berib qaytadan naqd pul talab qilinglar yoki bu narsalarni pulga almashtirib berishni talab qilinglar. Bo'lmasa bu narsalarni selishtirishga biz amalsiz qoldik", dedi. Lekin o ikkisi xuddi deyishib olgandekla, endi uning yeniga bormaymiz, barsaqma bir narsa bermaydi deyishdi. "Alalısanglar biridu", dedi Qurbon ularga. "Alalmasanglar amal yo'q. Bo'lmasa palani ma'latga bir tulg'utun sizlardan xat kirgizgan danglar. Ayol kishining gapini anglasa, u sizlarga dasturxon silib bir narsa berishdan yanmaydi. Baya berib yana barsaq", dedi Abliz ishkilinib. "Bo'lmasa boshqasinikiga borayli", dedi O'shirmo. Qurbon tushundirib, "Baya alg'ininglar degan sadiqa, bu da berdig'ini suyunchi bo'ladi. Bu sizlarga eng oxirgi fursat", dedi. Suyunchi elishning sadiqa elishga qaraganda qamlashib qolganligini pamlagan ikkisi xatni men beraman desam, men beraman deb talishib ketdi. "Ikkinglar tang bersizlar", dedi Qurbon xat yozishga kirishgach ularni xotirjam qilib. Ondan yezib bo'lgan xatni o'ttirdan yirtib ikkisiga bir parchadan berdi. Ular xuddi shohning maktubini elib ketayotgandek, biz bir o'qib boqayli deganimizga unamay, Mahatning oldiga chiqmoqchi bo'lib, Oberni tarafga mangdi.
Yakup ikkimiz yugurib degandek ularga aram yetishib Ular hatta xorjinlarni qo'yib, o'birnining ishkiga berib, uning chiqishini saqlab turdi. Mahat chiqib shundaqla bir qarab edi, bayotindan beri o'zini avar qilayotgan ikki divonining endi biraqli oldida qo'l bog'lab turganligini ko'rib, qo'llari o'ngshayotgan ishdan ketib qoldi. Uning hayronlikda og'zini echib qolgan g'alit siyoqini ko'rgan divonalar baya bir-biridan qizg'inib oldirgan bo'lsa, hozir hech qaysi gap qilishga jur'at qila olmay turib qoldi. Ular musha holatda bir-birsiga qarshi birdam turgandan keyin Yaqup ularning yeniga yugurib kelib so'z boshladi. U ikkilisi aslida soxta divonalar ekan. Divoni qiyofatiga kirib, siz bilan ko'rishgani kelgan elchilar ekan. Bir mazlum sizlarga bir xat kirgizgan, dedi o'shir divona, hamda gapni kechiktirmay. Mahu xatning yerimi, dedi Obliz divonimi. Mahat bu gaplardan esiga kelib bo'lguncha ikki parcha xat uning qo'liga chiqib bo'ldi. Xatni o'qish bilanla uning texa hayronlik ketmagan simasi birdilla dahshatli tus oldi. Baya echilib qolgan og'zi ching yumilib, qisilgan ko'zlari yo'g'an echildi. Ondan xatni purlab o'ziga yaqinroq turgan o'shir divonining yuziga otdi-da, chaqtiga kayni-kaynidan changiltib necha tastak selivatdi. Obliz buni ko'rib asta qachay dedi. Mahat uning oldini to'rib olib, qo'rsiqiga kayni-kaynidan netchini tepdi. Yerdagi xorjunlarni elib, cho'mkib olgan boshlarining ustidan urishni to'xtatmadi. Yüz gözlerining yerilishiga rozi bo'lib, qo'l yondirishga jur'at qila olmay turgan ikki divona xorjunlardagi malu dunyolarning chechilib payxon bo'lishiga chidamidimi, deyishib olgandekla o'rnidan turib, Mahatning yoqsiga esildi. O'sho'ri yerda yotgan depini elib, yerilib ketar deb ayab o'ltirmay, Obliz tamg'a miqtab turgan Mahatning bosh ko'zlariga urib darang'ishtibatdi. Obliz divonimi urishga putquli kelmagan bilan uning yoqsidan ishtirib, u tamdan bu tamga so'qib o'ynayotdi. O'shur divonimi ikki tamning orasida ularga agishib yugurib degandek depining karomatini ko'rsataverdi. Agar uning qo'lidagi dop emas biror ligan bo'lgan bo'lsa, Mahat mingisining qetqini beshida emas liganda ko'rgan bo'ladi. Biz tomoshaning o'ylig'inimizdimi katta bo'lganligidan ko'rib toza puxadan chiqishdik. Kishilar vaqirishib chiqib, ularni ajratib qo'ygan bo'ldi. Nima bo'ldi degan gapiga Mahat bir javob bermadi. Divonalarmi dallollik qilishganligini aytib yurishmadi. Bir necha yosh Mahatning beligidan tutqunicha uning kayniga qarab har yo'l qo'nig'iga qaramay so'rab degidek uyga akirib ketdi. Ikki divonimi kishilarning goyi top qilgan, goyi ish og'ritgan ovozlar ichida darvozadan chiqib ikki tarafga burilib ketdi. Kishilar tarqagandan keyin men Mahatni buncha g'azablantirgan zoda nima xatdi deb qiziqib, qayta naq maydonga bordim va purlangan qog'ozni elib o'qib baxtim. Birinchi partisida xotin elish hunarlaridan ozroq ta'lim bergan bo'lsa ekan deb yozilgan ekan. İkinci partisida texi boda xotin qo'yib sizlar talog'a qo'yib etmay, menga sadiq qilgan bo'lsa ekan deb yozilibdi.